Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan joyimiz shu xonadonimiz bo'ladi. Xonadonimizni girish qismi bilan tanishamiz. Girish qismi ham ajoyib chiroyli bo'lib turibdi. Rakovinalari qo'yilgan, kafellari bo'lib turibdi. Esa joyimizni yandan spalniyadan boshlaymiz. Spalniyamiz yana ko'rishdingizda chiroyli bo'lib, oyoq tiyrak gilamlari alohida e'tibor qilasiz. Spalniyalari qo'yilgan, mebellari qo'yilgan, pardalarining yaxshi sifatisidan qo'yilgan. Televizorimiz ham bor, restoranlarimiz ham asilgan hamma jihozlar bilan ta'minlangan. Birimiz esa sanuzelimiz bo'ladi. Sanuzelimiz ham desangiz oyoq tellari kafel dapatalokadan kafel qilingan. Aristollari, rakovina koku firmasining imtiyozlari qo'yilgan. Bellarına chiroqlar ham qo'yib ajoyib etik qo'yibdilar. Birimiz keng tushgan zali bo'ladi. Katta, kichkina emas. Chiroylisindan mebellarni yaxshisidan qo'yganlar. Ya'ni pardalar ham yaxshi sifatli pardalardan qo'yilgan. Ko'rib turganingiz lyustralarimiz ham alohida e'tibor etamiz. Gulini qaranglar, gul ham chiroylisidan qo'ygan ekanlar. Chili chatirlari ham e'tibor berasizlar. Yaxshi sifatlisini yine ko'rib turganlaringizdek. Birimiz kuxnimiz bo'ladi. Kuxnimiz ham keng tushgan, uzun tushgan, ya'ni bemalol o'tirib choy ichib ovqatlansa bo'ladi. Remont ham umuman gap bo'lishi mumkin emas. Hamma narsasi eng oxirgi zamonaviy narsalardan qo'yilgan hurmatli yurtdoshlar. Avtomat kir mashinalari, xolodilniklari ham bor joyimizda. Hurmatli yurtdoshlar, joyimizning narxini keladigan bo'lsak, joyimizning narxi 55 ming dollar bo'ladi. Manziliga keladigan bo'lsak, manzili Dekkon marketining arkasi Darital Urdu Raycenter bozorining yonida bo'ladi. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar, like bosinglar, sizlar uchun joy chiqarishda davom qilamiz.